Bir kuni qurbaqalar to'dasi o'rmondan ketayotgan ekan. Ikkita qurbaqa chuqurga afsuski tushib ketibdi. O'sha ikkita qurbaqa tushib ketganini ko'rgan qolgan qurbaqalar chuqurni tepasiga kelib, u qurbaqaga yordam berish o'rniga qarashibdiki, bu ularga imkonsizdek tuyulibdi. Va ularga dalda berish o'rniga bu yerdan chiqolmasinglar kerak, harakat qilmay qo'yuringlar, o'sha yerda o'lib ketasizlar deyishibdi. Lekin ikkita qurbaqa yashash shirin, yashagisi keladi albatta. Juda ham harakatni to'xtatmasdan harakatni davom ettirishibdi. Lekin bittasi oxiri tan beribdi. Tan bergan qurbaqa bo'ldi, men shu yerda o'larkanman deb harakatini davomini to'xtatibdi. Ikkinchi qurbaqa esa yana harakatda davom etaveribdi, oxiri bitta sakrab tepaga chiqibdi. O'sha chuqurlikdan otilib chiqqan qurbaqa hech qaysi bir qurbaqani eshitmabdi, chunki u kar ekan. Hayotda ham xuddi shunaqa. Qancha harakat qilsangiz ham, qilmasangiz ham yoningizda faqat sanoqli insonlar bo'lishi mumkin yoki umuman insonlar bo'lmasligi mumkin. Va ular qanaqa bo'lishingizdan qat'iy nazar sizni faqatgina epla olmaysan, imkoniyating yo'q, bu imkonsiz, sen qila olmaysan degan narsalarni uqtirib kelishadi. Lekin siz harakatda to'xtamang. Oxirigacha boring. O'shanda maqsadingizga erishasiz.